Dasturimizni huquq sohasi bilan davom ettiramiz. Bugungi kunda onlayn xizmatlarga bo'lgan talab ortmoqda. Sababi ular tez va qulay. Notariusga bormasdan amalga oshiriladigan huquqiy xizmatlar turlari ham ko'paydi. Hozir shu haqda. Bundan 4 yil avval notarius axborot tizimi, ya'ni shaffof tizim yaratilgani uchun xususiy notariuslar faoliyati qayta yo'lga qo'yilishiga imkoniyat paydo bo'ldi. Boisi fuqarolar eng ko'p ish tushadigan notariuslar sonini ko'paytirish, sohada raqobat muhitini yaratish orqali xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash dolzarb masalalardan biri edi. Prezidentimizning tegishli farmoni asosida bu masala o'z yechimini topdi. Hozirgi kunda notarial harakatlar uchun to'lovlarni avtomatik tarzda hisoblash va elektron to'lovlarni o'tkazish, ularni tasdiqlovchi xabarlar yuborish hamda idoralararo elektron axborot almashish yo'lga qo'yilgani tizimda haqqoniy faoliyatga yo'l ochdi. Notarial harakatlarning axborot tizimida majburiy qayd etilishi va hujjatlar takrorlanmaydigan maxsus raqam berilishi suiiste'molchiliklarni oldini olmoqda. Bunday muhim amaliy qadamlar natijasida aholiga notarial xizmatlar ko'rsatish sifati tubdan yaxshilandi. Sohada qonuniylik ta'minlanishi darajasi keskin oshdi. Bugun yana bir muhim jihat xizmatlar ko'rsatishning onlayn turlari ko'paydi. Bu esa avvalo vaqt, mablag', ortiqcha ovoragarchiliklarga barham bermoqda. Onlayn notarial harakatlarni fuqarolar masofadan turib notariusga kelmasdan bajarish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Bilamizki, fuqarolar xorijiy davlatda turib notarial harakatlarni rasmiylashtirishda bir qator qiyinchiliklarga duch kelishardi. Ya'ni tilni yaxshi bilmasliklari, qonunni yaxshi tushunmasliklari oqibatida qiyinchiliklarga duch kelishardi. Ushbu qiyinchiliklar onlayn notarial harakatlar rasmiylashtirish imkoniyati orqali chek qo'yildi. Bugungi kunda biz notariuslar dunyoning barcha mamlakatlarida turgan, davlatlarda turgan fuqarolarimiz bilan onlayn notarial harakatlar rasmiylashtirmoqdamiz. Bunday notarial harakatlarga voyaga yetmagan shaxsni xorijga chiqishga rozilik arizasi, xotinni umumiy mulkini tasarruf etishga yoki xotinning rozilik arizasi, ishonchnomalar, avtomashina oldi-sotdi shartnomalari, avtomashinani boshqarishga ishonchnoma, shuningdek bugungi kunda fuqarolarning, qonun ijodkorlarining talabi bilan, notariuslarning talabi bilan fuqarolarga erkinlik yaratish maqsadida avtomashinani sotish, garovga qo'yish, ijaraga berish huquqini beruvchi ishonchnomalar ham onlayn rasmiylashtirilmoqda. Notariusga xabar kelib tushadi. Notarius notarial harakatni ko'rib chiqib, tekshirib, qonuniyligini o'rganib, taqiq va qarzdorliklar mavjud bo'lmasa, notarial harakat bajarish vaqtini belgilaydi. Notarial harakat bajarish vaqtida videokonferensiya orqali notarial harakat ishtirokchisi bilan bog'lanib, ushbu notarial harakat rasmiylashtirib beriladi. Bunday yangilikdan fuqarolarimiz minnatdor. Biz esa bunday qulayliklar bilan fuqarolarga xizmat ko'rsatishdan mamnunmiz. Yana bir ahamiyatli jihati, notarius.uz axborot portali orqali notarial harakatlarni dunyoning istalgan joyida turib rasmiylashtirsa bo'ladi.